O'rganayotgan tilimizda so'zlarni tez, oson va samarali usulda yodlashni o'rganamiz. Videoning so'ngida esa siz hali eshitmagan yoki bilmagan bo'lishingiz ehtimoliga 90% bo'lgan yangi texnikani o'rgataman. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Birinchi bo'lib bir nechta ilovalarni tavsiya qilmoqchiman. Birinchi ilova bu Duo Cards ilovasi. Bu ilovani o'zim ham ishlatganligim uchun bemalol tavsiya qila olaman. Bu ilovada siz flash kartlarni topa olasiz, podkastlarni eshita olasiz va eng asosiysi yana nutqingizni, ya'ni so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni ham o'rganasiz. Buning uchun sizga kichkina mikrofoncha beriladi, mikrofonni yoqasiz va so'zni talaffuz qilasiz va necha foiz to'g'ri talaffuz qilganingiz chiqib keladi. Shuningdek, podkastlarni ichida siz bilmagan notanish so'zlar chiqsa, ustiga shunchaki bosib saqlash tugmasini bosasiz va u sizni demak vocabulary listingizni saqlanib qoladi va qayta-qayta takrorlab bemalol flashcard tarzida yodlay olasiz. Translate'ni ham mikrofonni yoqib, so'zlarni talaffuz qilib chiqarishni men tavsiya qilaman, ya'ni typing, ya'ni yozib emas, talaffuz orqali so'zlarni qidirish. Bu ham talaffuzingizni yaxshilashga yordam beradi. Keyin esa Colinni 7+ va 8+ Topic Vocabulary appini ilovasini tavsiya qilaman. Bu ilovani esa Telegram kanalimda topishingiz mumkin bo'ladi. Bu ilovani demak yaxshi jihati siz IELTS va TOEFL imtihonda speaking savollariga javob berishingiz uchun kerak bo'ladi. Keyingisi Small Notebook, ya'ni kichkina yon daftarchani doim o'zingiz bilan olib yurishingizni tavsiya qilaman. Buning ichiga esa albatta yodlamoqchi va yodlayotgan so'zlaringizni yozib qo'yasiz va qayerda bo'lsangiz ham bu qulay, ya'ni cho'ntakbop bo'lganligi uchun hamma yoqqa sig'ib ketaveradi va biror bir joyda navbat kutib qolsangiz yoki ozgina bo'sh vaqtingiz bo'lib qolsa, shunchaki daftarni ochasiz va tezgina so'zlaringizni takrorlab yurasiz. Bu daftar siz bilan doim yoningizda bo'lganligi uchun so'zlarni demak doimiy intervalda takrorlab turishingizga yordam beradi. Endi esa context learning. Context learning, ya'ni ko'p eshitgansiz, albatta so'zlarni kontekstda, ya'ni matnda, maqola o'qiganingizda yoki kitob o'qiganingizda, podkastlar eshitganingizda, demak so'zlarni o'sha yerdan yodlab olish. Bu ham juda ham foydali, chunki siz masalan so'zni ma'nosini bilmagan taqdiringizda ham kontekst ichidan, ya'ni uni atrofidagi so'zlardan ham ma'nosini bemalol chiqara olasiz va bu sizga ham so'z yodlashda ham ingliz tilida yoki umuman o'rganayotgan tilingizda fikrlashingizni oshirishga yordam beradi. Bu usuldan o'zim ham juda ko'p foydalanganman. Men bu daftarimda ham ko'rib turibsizlar. Va keyingisi esa men bu Collocation bookni tavsiya qilaman. Ya'ni bu kitobchada sizlarda topic vocabulary, ya'ni mavzulashtirilgan so'zlar beriladi va uni ketidan keyin mashqlar va umumiy hamma mavzular tugagandan keyin yana qo'shimcha mashqlar ham bor. Bu bilan bemalol o'zingiz self study qilib ham so'zlarni yodlay olasiz va eng muhimi speaking va writingda aynan o'sha mavzuda tushgan savollarga siz bemalol yodlagan so'zlaringizni ishlatgan holda javob bera olasiz. Keyin esa men bu ikkita kitob ham tavsiya qilaman. Birinchisi beginner elementary levellar uchun, keyingisi pre-intermediate va intermediate levellar uchun. Birinchisi Oxford Word Skills'dan boshlasak, bu kitob ham topic vocabularyga moslashtirilgan, ya'ni mavzulashtirilgan lug'atlarni o'z ichiga qamrab oladi va bu ham aynan yana sizga IELTS va TOEFLni har qanday skillida sizga qo'l keladi. Chunki readingda ham, umuman speaking, writingda ham siz topic vocabulary qancha ko'p bilsangiz, ya'ni mavzulashtirilgan so'zlar boyligingiz ko'p bo'lsa, siz bemalol istagan mavzuda gapira olasiz va sizda hattoki ideyalar ham keladi. Chunki buni ichidagi mashqlarni bajarsangiz, dunyoqarashingiz ham demak o'sadi, yangi so'zlarni ham yodlaysiz va boya aytganimdek speaking va writing uchun tayyor shablon. Va keyingi kitob esa bu ham boya aytganimdek pre-intermediate va intermediate, ya'ni sal yuqoriroq darajadagilar uchun. Ichida yana xuddi shu narsa takrorlanadi, ya'ni topic vocabulary. Istalgan mavzuda so'zlarni topa olasiz, yana ichida qo'shimcha mashqlar ham bor va bu ham self study uchun moslashtirilgan. Umuman ustoz bilan ham o'zingiz ham shug'ullanaverasiz va orqasida javoblari ham bor. Vocabulary for IELTS ham endi yana yuqoriroq darajali IELTSga tayyorgarlik ko'rayotganlar uchun ideal kitob hisoblanadi. Buning ichida ham mavzulashtirilgan so'zlar bor va bu ayniqsa sizga reading va writing uchun ideal hisoblanadi, chunki advanced vocabulary bo'lganligi uchun albatta writing uchun bemalol qo'llay olasiz va sinonimlar bilan bu kitob ishlaydi. Demak, sinonim boyligingiz ham
o'z-o'zidan oshadi va so'zlarni oson eslab qolasiz, chunki topik vokabulari yodlaganingiz uchun. Hop, secret method, ya'ni kulminatsiya nuqtaga yetib keldik. Bu metod qanaqa ishlaydi? Bu metod uchun siz dastavval yodlashingiz kerak bo'lgan so'zlarni yozib chiqasiz va o'sha so'zlarni biror bir guruh ochma yoki umuman save messageda o'sha umuman rekordni, ya'ni audio rekordni yoqib turasiz va har bitta so'zni tarjimasi bilan demak o'qib chiqasiz. Misol uchun apple olma yoki bo'lmasa wardrobe kiyim javoni. Shunaqa qilib bitta har bir so'zni o'qib chiqqaningizdan keyin kun bo'yi o'sha so'zni misol uchun naushnikdanmi yoki biror bir ish qilayotganingizdan bemalol o'zingiz eshitib yurasiz. Ya'ni o'zingizni ovozingizni eshitganligingiz uchun tezroq yodlaysiz.